Assalomu alaykum. Botir aka, bizga ko'p savol keladigan asosan bu geyk elektr nima? Uni qanaqa turlari bor? Bu uy isitishga moslanmagan. Bu faqat issiq suv uchun. Bitta joylarimiz bo'ladi, masalan, oshxona bilan hammomga zo'r yechim. Geykaliklar turlari 6 xil turlari bor. Buni bosqichlari ko'p. Bizda asosan O'zbekistonga mos keladiganlar bosimsiz, bosimli bor. Bosimsiz va bosimlini ham hududlar aro belgilanadi. Kimnidir uyda filtri bo'lsa, bosimli qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Filtri yo'q, suvlari qattiq joylarga bosimsiz qo'ysa yaxshi bo'ladi. Har qanaqa holatda bu tavsiya qiladigan bakimiz shu bosimsiz. Bunga gaz yoki elektr iste'mol qilmasdan turib, quyoshning nuriga suv quyib beradigan moslama. Albatta. Faqat bitta bir narsani aytib o'tish joizki, elektr tokidan foydalanadi, faqat qishki mavsumda. Quyosh bo'lmagan va ustun to'liq qor bosib qolgan vaqtlari u tokdan foydalanadi. Bu elektriskiy ten deyiladi. Bunda ulanish jarayoni shundayki, qachon bulutli havo bo'lganda, masalan, bir haftalab bulutli havo bo'ladi, o'sha mahal odamlar savol paydo bo'ladiki, bulut bo'ldi-ku, quyosh yo'q, qanday bu suv disti oladi? Yo'q, bu mana shu tent bilan suv disti beradi. Bu xohlagan gradusga qo'yishingiz mumkin buni ham. Masalan, 35 gradusdan tortib 80 gradusgacha qo'yishingiz mumkin, bemalol suvingizni isitib beradi, muammosiz. Qishda ham. Yil davomida xizmat qiladigan bak bu tentli bo'ladi. Bir yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa, o'sha qish oylarida balkim bir oy endi qorni yoqishiga qarab bu tent ishlashi mumkin. Kunduzi suv tugatdi, kechqurun nima deysiz? Albatta shu tent yordam beradi sizga. Kechqurun ham suv deysiz. Botir aka, mana demak tent. Hozir agar tenti bilan ishlayotgan bo'lsa, odamlarda savol tug'ilishi mumkin-da, bu oddiy Ariston ekan-ku deb. Farqi tarafi nimada buni? Tent degani faqat quyosh yo'q mahal 50 gradusga isitib beradi bu suvni. Masalan, uyingizda suv sovib qolmasligi. Bitta Aristoningizda misol qilib aytaman, 300 kilovatgacha tok iste'mol qiladi. Bu degani bir yilda bu 3600 kilovat bo'ladi, to'g'rimi? 3600 kilovat bo'lsa, bunda deyarli bunaqa xarajat yo'q. Bir yillik statistikani olsak, 3000 kilovatda o'rnini oladigan bo'lsak, mana 2 oyda, o'shanda 3000 kilovat Ariston bilan suv va elektr suv isitgichi bilan xarajat qilishingiz mumkin. Bu uskunamiz. Umuman xarajat, o'sha xarajatdan xalos bo'lasiz. Masalan, 3000 kilovat sizga tejab beradi, foydada bo'lishingiz mumkin. Demak, qachon ten ishlaydi? Qish vaqtlari. Haqiqatan quyosh bo'lmagan vaqtlari O'zbekiston sharoitida sinab ko'rilgan, shu 1 oy, 2 oy maksimum ishlashi mumkin. Demak, shu ichki tuzilishlarini quyosh suv isitgichini tushuntirib bersangiz. Bu oddiy narsa, bitta murakkab haligi texnologiya yo'q. Zanglamas metal. Buni orasida pena bor, endi xalq tilida aytsak pena, yana ichki baki bor, nержавейка. Zanglamas u ham metal. Bularda shisha bilan zanglamas metalni o'rtasida mana shu rezinoviy salnik deymiz. Xalq tilida shu bog'lab turadi. Suv oqib ketmasligiga hammasiga shu javob beradi. Bu shisha kolbamiz, oddiy narsa bu. Hamma o'zi o'rnatib olsa ham bo'ladi bu narsa. Endi buni suvni aylanish oddiy fizika qonuni qilsa, sovuq suv hamisha og'ir bo'ladi, pastda yuradi. Issiq suv hamisha qizigandan keyin tepaga intiladi, tepadan yuradi. Buni jamlanmasi bakni ichida to'planadi. Issiq suv bakda to'planadi. Qanchagacha issiq suv turishi mumkin? Bakda suv turibdi, hech kim ishlatmayapti. To'g'rimi? Suv turibdi bunda. Termosini hisobiga +7 +10 gradusga tushishi mumkin. Masalan, 80 gradusda bo'lsa yo 100 gradusda bo'lsa, o'sha 90 ga tushishi mumkin yo 93 bo'lishi mumkin. Bir sutka ichida. Deyarli bunda suv sovimaydi. Bu bakimizni ichki tomoni kesib ko'rsatilgan. Mana hozir bitta pena bilan quyilgan. Bu termos vazifasini bajaradi. Mana ichki tomoni mana nержавейка bak. Mana mexanizmlarni tuzilishlarini bilib oldik. Tomga qo'yiladi bu bak. Tomda qancha suv qolgan, u necha gradus, u qachon to'ldirish kerak? Uni kim boshqaradi o'zi? Qanday ishlaydi bu narsa? Bu aqlli tizim orqali boshqariladi bu. Mana bakimiz hozir ulovli turibdi bu, ko'rsatish uchun. Boshqaruvni shu sohatiga to'g'rilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Batlarda suvni o'rni bor, suvni foizi bor, masalan 25, 50, 80, 100%li. Mana bu joyda gradusni ko'rsatadi, haroratni ko'rsatadi, bakda ichki bakda haroratni ko'rsatadi. Masalan, foydalanishdan oldin bemalol shu kontrolni ko'rib, nima holat, nima jarayon bo'lyapti, shuni kuzatishingiz mumkin. Masalan, suv kamroq bo'lsa, to'ldirib qo'yishingiz mumkin o'zingiz ruchnoy rejimdan va avto rejimga ko'proq biz aksariyat avtomatik rejimga qo'yamiz. O'zini boshqaradi. Bir marta qo'ydi, shu bilan unutdingiz buni. O'zi ishlayveradi. Bu orqali, ya'ni qancha suvimiz bor, o'sha suvimiz necha gradus, o'shalarni bemalol ma'lumotlarni ko'rib turishimiz mumkin. Bakimizda suv pasayib qoldi. Bu yerda
Magnitli klapan degan uskuna bor. Aha. Magnitli klapan. Bu shunday qulay narsaki, bakda me'yordan pasaydimi suvi. Aytib o'tgan mikrokontrolimiz bunga buyruq beradi. Suvni yo'lini och deydi. Ha, demak bakimizda suv Ha, ham qoldi, suv ha. to'ldirib qo'y degan topshiriq beradi miya. Bu Ha. keyin bu funksiyani bajaradi. Bu magnitli klapan suv yo'lini ochadi, suv to'lishni boshlaydi. Ha. Suv to'lgandan keyin buni yana mikrokontrolimiz suvni yo'lini bekitdi, bu yana qaytarib bekitadi. Bu klapan ekan. Xo'p, endi bakdan signalni kim jo'natadi bunga desangiz, bu qurilma xalq tilida datchik deymiz. Bitta nima jarayon bo'layotgan bo'lsa, buni hammasini shu ko'rib pastga aytib beradi. Masalan, suv kam bo'ldimi desa, suvda aytib beradi. Suv kamaydi, to'ldir dedi. Masalan, gradus harorat pasayib ketdimi, aytadi, harorat belgilangandan harorat pasaydi dedi. Harorat pasaysa, ya'ni haligi aytib o'tdik-ku, tent. Tentni qo'shadi. O'shani qo'shadi, yana suvni zarurat bo'lsa, suvni isitib beradi. Birinchi o'rinda xavfsizlik ta'minlangan bunda. Bilasiz, yoz paytlari juda issiq bo'ladi. Suvimiz deylik 100 gradusdan oshib ketsa, bilamiz 100 gradusda suv o'zi qaynashni boshlaydi, parlanishni boshlaydi. O'shalarga qanaqa yechim qilingan bu tomon? Xavfsizlik nuqtai nazaridan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan mana bu yerda haligi qo'ziqorin deb ataymiz. Mana shunday qurilma shundayki, bundan hali suv qaynaganda bosim paydo bo'ladi bak ichida. Bu teshiklardan chiqib turadi o'sha. Ha, men ko'rib turibman, parlanib chiqib turadi. Parlanib chiqib turadi bunda. Demak, parlar bu bosimchadan chiqib turiladi. Xavfsiz hisoblanadi. Xuddi shunday, xavfsiz. O'zi bu quyosh suv isitgichini qanaqa joylarga o'rnatish maslahat beriladi? Bog'chalarga o'rnatsa bo'ladi, maktablarga o'rnatsa bo'ladi. Hali issiq suv ko'p ketadigan korxonalarga tavsiya qilsak bo'ladi. Yana sanatoriylarga o'rnatsangiz bo'ladi. Ijtimoiy sohalar hammasiga o'rnatsa bo'ladi bu deyarli. Demak, biz bugun mana bu geokollektorlarni sodda qilib, tushunarli qilib sizlarga tushuntirib berishga harakat qildik. Keyingi videolarimizda bu o'rnatilgan, undan foyda ko'rayotgan aholi, ijtimoiy soha obyektlari haqida ma'lumot beramiz. Kutib qoling.